Bugun Relaxo'ga bitta zo'r yangiligimiz kelgan. GT308 massajli kreslosini qop-qora rangidan keldi. Hali buni o'zimiz ochib ko'rmagan edik. Xudo xolisa video davomida sizlar bilan shu narsani bo'lishmoqchimiz. Emotsiyani, qanaqa ochilishini, raspakovka bo'lishini, to o'rnatib ishlaguncha qanaqa jarayonda bo'lishini va qanaqa ishlashigacha sizlarga ekspertimiz Akbar bilan xudo xolisa mana ko'rsatib beramiz. Ochishdan boshlaymiz, bemalol kesib. Bismillah. Bu meniki sal o'tmas ekan. Baravariga ko'taramiz. 1, 2, 3. Aslida portlab ochiladi korobka. Qanaqadir bir xillarga bu emotsiya yoqadi, bir xillarga yoqmaydi. Lekin bizga bu narsa ko'proq yoqadi. Yangi narsani hidi baribir boshqa. Yangi narsalar hidi ham bo'ladi, o'zini chiroyli ham. Neobishni hidlari bo'ladi. Korobkasini. Lekin qora ham boshqacha chiqdi. Yo'llari ham glasli ishlab qo'yishdi. Keyin beprovodni alohida chiqarib qo'yishdi. Telefon zo'r turgan. Zaryadlanish rangi chiroyli chiqdi. Mana shuni ham seriyaga zo'r chiqdi, chiroyli. Chetlari ancha Chiroyli chiqdi. Yig'ilishlarni ko'rsatamiz. O'zini qanaqadir hidi bor, Neobishni. Shu ko'jani qanaqadir yoqadi. Yoqadi. Ba'zida benzin hidi yoqadi. Ko'ramiz. Hamma yog'i qop-qora bo'lgan bilan ayrim qismlariga detalli kulini, ya'ni seriyaga ishlatilgan kolonkalarga, knopkalarga, beprovodniy zaryadkasi, podstavkalarga и o'zini qanaqadir chiroyli naqshlar bilan ishlab, qop-qora fondan ozgina chiroyli qilib aralash qismini qilib ishlashgan. Hozir buni o'rnatib bitta ishlashlar bilan ko'rsatib beramiz. Xarid qilganingizdan keyin mana bunaqa kitobchasi o'zida chiqadi. Bemalol o'qib ko'rib chiqsangiz ham bo'ladi. Mabodo videosi ham biz tashlab beramiz. Har bitta mijozga ishlatish bo'yicha muammo bo'lmaydi shunda. Hozirgi kunda xabaringlar bor. Bizning massajli kreslolar, bizning o'zlarini yangilangan Relaxo brendida bo'lib chiqyapti. Mana shu yon qismida Relaxo yozuvi va hamda o'zining podushkasining ustki qismida ham Relaxo yozig'i bo'ladi. Bundan tashqari 308 modelimizga yana bitta yangilik qo'shilgan. Boldirning ichki qismida maxsus shariklarni qo'shib keldik. Oldingi eski modellarda boldir orqasini qiladigan qismi bo'lmas edi. Bu safar yangi modelga qo'shib qo'ydik. Boldir orqalari bilan yaxshilab massaj qilib beryapti. Zamoklarni taqimani xudo xohlasa tayyor holatda bo'ldi. Kitobchasidan yonida yana bitta qismida o'zini simlari chiqadi. To'kka tiqib bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Oddiy 220 da ham bu narsa ishlayveradi. O'zini mana kabeli bo'ladi. Mana shu kabelni oddiy udunitliga tiqib, bemalol yoki rozetga tiqib ishlatsanglar bo'laveradi. Orqa qismida bu narsa joylashgan bo'ladi. Hozir bitta oldiga ag'darib olamiz. Tek qismidan olinadi. Hozir buni tepaga ko'tarib olinadi buncha. Qo'yib orqa qismidan bitta ko'rsatib berasiz. Orqa qismida qanaqa tok ulashi, nima qismida joylashganligini ko'rsatib beramiz. Bu qismda joylashgan. Mana bu qismda bemalol birinchi zamokini yechib, orqa vyuklyatorlari va tok simullangan joylari bo'ladi. Bemalol bilan tiqib, bitta udunitli yoki rozetkaga tiqib olsa bo'ladi. Faqat bularni tiqishdan yaxshilab tekshirish kerak bo'ladi. Tokka aniq ulanganligi, texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilib ishlanadigan bo'lsa, bu narsalarga uzoqroq xizmat qiladi. O'zingizlarning sog'lig'ingizga ham xavfsiz bo'ladi. Hozir buni mana ulab ko'rsatib beramiz. Korobkalarni ham qo'yamiz. Ko'rishingiz mumkin. Oldin buni ustki qismi qora, ichki qismi olovrang qismi bo'lardi, hamda oq va seriy ko'rinishi bo'lardi. Hozir qop-qoraga seriy aralash rangda bo'ldi va dizaynni ko'rib ko'rishingiz mumkin. Bu ham qanaqadir bagati, ofisga, ishxonalarga, qanaqadir kommersiya, ya'ni mehmonxona boshqa joylarga qo'yishga, uyga qo'yilgan bo'lsa ham tez kirib bo'lib ketmaydigan o'zgacha dizaynda ishlangan bo'ladi. Ko'pchilik qorani jiddiy, deski rang hisoblaydi. Xuddi shunaqa jiddiy rangga kerak bo'ladigan bo'lsa, Relaxo'ga olib kelib qo'ydik. Ekspertimizdan o'zlari ham hozir sizlarga bitta batafsil tushuntirib beradilar. Akbar, bunda o'zini upravleniyasi, ya'ni boshqaruv tizimlari qanaqa bo'lardi? Bitta o'zi shuni tushuntirib bering. Men bilishim bo'yicha bu knopkada hamda sensor ekranda va galosoy ham bor. Galosoyga komanda berib bitta yoqish o'rgatasizmi yoki knopka yordamida bitta tushuntirib berasiz endi tomoshabinlarga. Xudo xolisa bu modelimiz asosan yosh kattalarga maxsus o'zi moslashtirilgan modellarimizdan bittasi.
O'tirgan vaqtligida yosh katta ota-onamiz yaqindan ko'rsangiz bo'ladi. Eng qulay, tushunarlisi mana mana shu yerda yoqish uchun o'zida maxsus knopkasi bor. Shuni bitta bosish orqali kresloyimiz yonadi va skaner qilish jarayoni boshlanadi. Hozir massaj kresloni roliklari odamni kurey va bo'yin qismida harakatga kelib, odamning datchiklari yelka kengligi, bo'y uzunligiga moslashib oladi va bu mana roliklari ko'rayotgan bo'lsak, harakat qilib, uje massaj jarayonini boshladi. Bu vaqtda biz bemalol o'zidagi bu yoqda tablosini ham ko'rsangiz bo'ladi. Yangi variantimizda o'sha oldingilarga o'xshab o'zbek tilida kelgan shu tomondagi avto rejimlaridan o'zingizga mos keladigan tanlasangiz bo'ladi. Tanladik va vaqtini tanlab olsak, misol uchun 10 minutga qo'ydim. Massajni uje boshladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, massajni yondan ko'rish ham boshqacha bir ko'rinishda bo'ladi. Buni o'tirib o'zi massaj olgandan keyin emotsiyalar umuman boshqa darajada bo'ladi. To'g'risini aytsam, qolgan hamma rangidan ko'ra ko'proq menga mana shu qorasi yoqdi. Qora ham jiddiy rang, kelgan seriya, ya'ni kulrangi qora kolaboratsiyasi juda chiroyli chiqqan. Hamda mana besprovod bo'lgan telefon tushib ketmagan qilib qilingan edi. Oddiysi shunday silliq turardi. Bu partiyasi zo'r ishlanibdi va qo'shimchasiga aytib o'tganimizdek, boldir orqasini ham massaj qilyapti. Bu odamga baribir yoqimli his beradi. Ayniqsa bozorda ishlaydiganlar bor, suvda turadiganlar bor, tikka oyda yuradiganlar bor hamda boshqa davlat xodimlari tikka oyda turib ishlashadi. Ayniqsa yosh ota-onalarimizning ham, hoji do'da, hoji buvalarimizning ham oyog'i ko'p og'riydi. Mana shu imенно oyog'iga ko'proq urg'u berish xohlagan bo'lsanglar, mana shu 308 modelimizda boldirga ham xatm qiladi, hamda orqasidan ham hozirgi kunda mana massaj qilyapti. Ham narxlari byudjetniy. Agar siz kvartirada, ya'ni domda turadigan bo'lsangiz ham uyingizda ko'p joy egallab qo'ymaydi. Bitta burchagida ham uyingizni dizaynini ochib chiroyli qilib turib beradi. Ham massajni zo'r qiladi, ko'p joyingizni egallab qo'ymaydi. Sizlar ham shunaqa sifatli massaj kreslolarni ishonchli brendda xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Relasoda hammalarni kutib qolamiz. Bemalol mana ko'rishingiz mumkin, showroomga kelib, o'zingiz foydalanib ko'rib, Akbar bilan maslahat qilib, bular sizga massaj kreslo tanlashga yordam beradilar. Bemalol pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Shu raqamlarga aloqa chiqib, showroomga kelsanglar bo'ladi. Qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa bemalol aytishingiz mumkin. Menga hozir ishlayotganda Abdulaziz akam to'g'ri aytdilar. Oyoqni boldir sohasi va bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, airbaklarini siqishini, qo'ldagi, biqin sohadagi o'tirgan vaqtda xullas sizni quchoqlab olib, odam qo'lda massaj qilgandek kresloda massaj olish xohlasanglar, GT308 varianti faqatgina dizayn emas, masajni tushunarli va yoqimli massaj uchun sizlarga to'g'ri tanlov bo'la oladi. Menimcha, xudo xolasa bundan oldingi ikkita rangidan ham bu rangi ancha chiroyli va menga ham shu rang ko'proq yoqdi. Shunaqa. Qora rang yoqtiradigan o'z akalarimiz bor. Bitta qo'ybiga skromnisidan o'sha chiroyli chiqadiganlar, uyingizni vidini ochib yuboradiganlar, xudo xolasa ishxonaga ham, uyga ham ofisga ham kelib turadi. Pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Alohida kelishga vaqtingiz bo'lmasa, bemalol telefon qilib, onlayn zakaz ko'rsanglar ham bo'ladi. Pulini uyga borgandan keyin ko'rib, tekshirib olib, hammasi sizni ko'nglingizdek bo'lsa, yoqsa, to'lab olib qo'yaverasizlar.